mehmonlar demak shu yerda O'ktam akasi tomonidan ham 20 manat priz qo'ydilar. Hozir esa mana shu davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimizni prizga taklif etsak, shu yerda eng zo'r o'ynagan ukamiz Ikrom ukamizni, Sarvinoz singlimizni prizga taklif etamiz. Kichkinagina Aynura singlimiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Ikrom prizga, Sarvinoz, Aynura. Marhamat, muzika bo'lsin. Bazargul, Gulchehra Salamat, Aynura. Rahila, Urazgul, Luiza, Gulshar, Sarva mehmonlarimiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Qani marhamat. Tomondan Luiza, Gulshat mehmonlarimiz bor bo'lsa, qani kelingizlar, muzika bo'lsin. Voy, qani o'ynab o'ynab. Tabriklashdan so'z navbatini kelinimizning Gulasal yangasini, Muhabbat yangasini mikrofonga taklif etsak, Zamira dugonasi, qani kelingizlar, ismlar tutilgan mehmonlar. Gulasal, Muhabbat yangalari, Zamira dugonasi, qani keling. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun oqshom bu to'yning sababkori bo'lgan Feyiz singlim Gulnaz, kuyovimiz Babamurod, ikkalamiz bag'ritli bo'ling. So'z bermoqchi artimiz qadrli qo'shiq. Sovg'alari bor ekan, qara muzika bo'lsin. Marhamat. Mana shu bugun Gulnaz, Babamurod to'ylarini qutlug' bo'lsin, nasibsa vaqtli umr, eng jamon kunlariga shunday bo'lsin. Nasibsa Allohning qizlar to'ydan o'ynab kulib yuranglar. Ulalari, xalalar tomonidan qadrimizni topshirishga ruxsat eting. Siz biringiz Gulnaz babish vaqtli umr, do'stlar atrofida qamiz bor, topshirmoqqa ruxsat bersin.
Muzika bo'lsin, marhamat. Sovg'alarni topshirsinlar. Yarashib o'tirgan keling ularning guvohlaridan so'z navbatini eshitsak. Qani do'stlar, kelingizlar, so'z navbat sizlarga. Bir do'stlik qilib do'stlaringizga bo'lgan ezgu niyatlaringizni bildirib ketsalaringiz marhamat. Guvohlar, kelingizlar, so'z navbat sizlarga. Assalomu alaykum. Mana bugun oqsham Alloh turmush qilasizlar, Alloh o'rtoqlar. Bu to'yning sababkorlari bo'lmish. Kim Bobom Murod, kelinimiz qizlarning hayat turmushni o'tiradigan biz mehmonlarga baxt, saodat orzu qilarkan. Doimo hayotda baxtli yashaman orzu qilaman. Kichkina farzandlarimizda halalarning atidan, tog'alarning, dezalarning hammasining atidan kichkina farzandlarga topshiriq chiqarib ruxsat bersangiz. Qani bir muzika bo'lsin, marhamat. Sog'larga mana xolasining Assalomu alaykum, mana uzoqdan va yaqindagi mehmonlar. Mana bugun bizim Bobushashdan to'yi ekan, baxtli bo'lsin. Bugun kelin to'yda o'tirgan bo'lsak nasib bo'lsa, nevara to'ylardan o'tiryapti, besh to'ylardan o'tiryapti. Baxtli bo'lsin. Eng yomon kunimiz shunday bo'lsin, ara qatnashimiz azilmasin-da. Shu bo'rnik avval vaqt to'y deb borar, nasib bo'lsa, baxtli yashab ketsin, shuni istayman men. Gorka işte, Gorka! Gorka! Ota inalar mattanam, padarkamiz var kichkina. Uni ham topshirmoqqa ruxsat bersangiz. bugun askar qani muzika bo'lsin, marhamat. Sog'lari bor ekan.
Sen